Hormanglar. Ikkinchi qavatimizda ham g'isht terishlar boshlandi. Innovatsion sifatli g'ishtlar bular. Shahzod akamiz aytdilar, ustakalarimiz ishni boshlagan. Xullas, bugun g'isht teriladi. Ikkinchi qavatimizda. Ops. Men tushib ketib qolmay ish qilib. Ish qizg'in. Ertalabdan kulishib oldik ustalar akalar bilan birga. Nasib bo'lsa. Tak. Bu yoq tomondagi kottejimizdagi g'ishtlar, plashatkaga to'kilgan g'ishtlar. Xuddi ikkinchi qavatga tog'ni to'kib qo'yganlaridek bo'lib qopti o'zi ham. Bu yerda ham g'isht terishlar boshlanadi. Eng qiziq joyda kranimiz buzilib qopti ekan. O'shanga ozgina muammolar bo'lib qoldi. Ops. Ikkinchi qavatda ham Nurbek akamiz g'isht terishni boshladilar. Bismillah deb. Endi xudo xolisa ish qizg'in ketadi bu yog'i. Devoris tekishi uchun, to'mrak chiqishi uchun o'lchaysiz metrlarda. Qoyil. Tekislikda turish kerak. Nurbek aka, bu nechinchi obyekt qurishinglar aka? Usti o'rvinda bo'ldi. Tak, devorimizni 1,5 g'isht deganimizni mana qaranglar. 38 sm devor bo'lyapti-da. Undan tashqari ikkita suvog'i bilan birga 45 bo'ladi. Ertaga zilzilaga, issiqga, sovuqga chidamli baquvvat devor bo'ladi, xudo xolisa. Past tomoni ham xuddi shunaqa, lekin pastni o'lchab ko'rsatmagandim-da. Bu obyektimizda seysma quyish jarayoni boshlangan. Ustaga hormang. Ishingiz qanaqa chiqyapti? Sifatmi? Hozir sizni ham videoga olib ketamiz chiqib. Bu yoq tomonda rishotkalar tayyor. Bu yoqda ham rishotkalar tayyor, apolavkalar tayyor. Shunaqasiga qo'yib kelishib, keyin bu yoqda ham apolavka qilib qo'yib yuborishadi-da. Qo'shdim. Esinglarda bo'lsa, bu ikkita bir-biriga tegishli bo'lmagan devorlar edi. Ana o'shaning ustida seysma quyishni boshlaganlar ustakamiz. Rishotkalari ana o'sha yerda quyib kelyaptilar hozir. Buni ham ko'rsatib ketamiz. Ops. Ana jarayon. Tekislab kelyaptilar.